Hop, sizlar bilan Reading Part 1 haqida gaplashamiz. Sefer imtihoni Reading Part 1 qanday bo'ladi va biz bunga qanday qilib osonroq yechim topsak bo'ladi degan savollarga javob beramiz. Format haqida qisqacha to'xtaladigan bo'lsak, Reading Part 1 da 6 ta savol bo'ladi va bitta so'z bilan to'ldirishimiz kerak. Yondashuv topishimiz kerak va uni tekshirishligimiz kerak. Ya'ni taxminlarimizni topib, keyin tekshiramiz. Buni batafsil gaplashamiz hozir. Natija nima bo'ladi? Bugungi darsimizdan tezlik va aniqlik kafolatlanadi. Agarda sizni albatta boshlang'ich bilim darajalaringiz bo'lsa. Reading Part 1 nima? Bu bo'limda sizga qisqa bir matn beriladi va 6 ta bo'sh joy qo'yiladi. Har bir bo'shliqqa faqatgina bir dona so'z yozasiz. Eng asosiy sharti shuki, to'g'ri javob matnning boshqa qismida albatta uchragan bo'ladi. Ya'ni siz o'zingiz ichingizdan to'qib turib nimani yozishingiz shart emas. Vazifa nima bo'ladi? 6 ta bo'shliqni birma-bir so'zlar bilan, bir dona so'z bilan berasiz. Lekin bitta narsani bilib qo'ying. Bu so'zlar matnni turli joylarda kelgan bo'ladi. Va ikkinchisi esa bu qoidasi, ya'ni javob bo'ladigan so'z matnni boshqa joyida bo'ladi. Ya'ni matnni bitta so'z oldinda yoki bitta so'zdan keyin bo'lishi ehtimoldan yiroqroq narsa. Ya'ni o'sha matnni bitta gap bo'ladigan bo'lsa, o'sha gapni ichida chiqishligi qiyin. Asosiy ko'nikma nima qilamiz? Biz skimming qilishimiz kerak, prediction qilamiz va locate the answer qilishimiz kerak. Ya'ni birinchi skimming, protection and then prediction, prediction and then locate the answer, ya'ni to'g'ri javobni joylashtirib ko'rishimiz kerak. Xavfli joy bitta narsa, faqat oldingi gapga qarab turib xulosa qilib olmasligimiz kerak, balki biz undan oldingi gaplar va undan keyin gaplarga ham e'tibor berishimiz kerak. Maqsad nima bo'ladi? Maqsadimiz o'sha tez topishimiz kerak, aniq topishimiz kerak va grammatik jihatdan to'g'ri tushishi kerak biz topgan javobimiz. Endi nima qilishimiz kerak va nima qilmasligimiz kerak? Do qilishimiz kerak. Matnni avval, juda ham muhim tavsiya, barchasini avvaldan ko'rib chiqib olishimiz kerak. Chunki biz so'zni qo'yayotganimizda matnni boshqa joyidan baribir, misol uchun birinchi so'zni qo'yayotganimizda balki oxirdan chiqib qolar. O'sha so'z bor yoki yo'qligini. Buni yaxshi tarafi, siz qo'ymoqchi bo'lgan so'z albatta mana shu matnning ichida bo'lishi kerak. Nima qilmasligingiz kerak? Faqatgina o'sha birinchi ko'rgan so'zingizni belgilab yubormasligingiz kerak. Endi taxminiy qo'yib turaverasiz, lekin ozginadan keyin orqaga qaytishingiz mumkin. Va keyingisi bo'shliqdan oldin yoki kelgan so'z turkumini tekshiring. Ya'ni o'sha undan oldin bo'sh joy turibdi. Bo'sh joydan oldingi kelayotgan so'z sifat bo'ladigan bo'lsa, sifat plus adjective plus noun bo'ladi. Birikma bo'ladigan bo'lsa yoki bo'lmasam to bo'ladigan bo'lsa, balki undan keyin ot kelar, balki verb kelar, balki inglik biror narsa kelar. Mana shu tomonlarini tekshirib olishingiz kerak. Bitta narsa, o'sha word formationni o'zgartirib yubormasligingiz kerak. Ya'ni word prepare kelyapgan bo'lsa, prepared qilib idlarni qo'shib, ya'ni ana o'sha so'zni umuman o'zgartirmasdan bir xil holatda yozishimiz kerak. Javobni topgach, taxminiy javobni topgach, gapni to'liq o'sha yerga o'qib qo'yib, topgan so'zimizni aytib ko'ring, ya'ni o'qib ko'ring, tarjima qilib ko'ring, grammatik jihatdan to'g'ri tushyaptimi, ma'noviy jihatdan bir-biriga qovushyaptimi. Ya'ni bu gap bilan undan keyingi gapni ham kerak bo'lsa tekshirib ko'ring. Bir-biriga bog'liqlik joyi bormi yoki yo'qmi? Ya'ni bir dona gap bilan cheklanib qolmang. Javob boshqa yoqda ham bo'lishligi mumkin. Chunki siz qo'ygan variant boshqa yoqdan chiqib qolishligi ham mumkin. Undan-da muqobilroq va undan-da yaroqliroq bo'lgan, munosibroq bo'lgan javob bo'lishligi mumkin. Hop, strategy haqida gaplashadigan bo'lsak, birinchi skim qiling. Skim nima degani? Matnning umumiy mavzusini ko'rib olishlik uchun, so'zlar bilan tanishib olishlik uchun 15-20 soniya, balki 1-2, endi uni matnni katta kichikligiga bog'liq, ana o'sha muddat davomida matnni skim qilishimiz kerak. Hop, mavzu va eng ko'p uchraydigan so'zlar bilan albatta tanishib oling, chunki bu matnga xos bo'lgan topik so'zlar albatta qayerdadir keladi. Taxmin qiling, ya'ni bo'shliqqa nimani so'ralyapti bo'sh joyga? Ot so'ralyaptimi, fe'l so'ralyaptimi, kesim noun preposition so'ralyaptimi va hokazo. Qidiring va o'sha taxminiy bo'lishi mumkin bo'lgan javobni albatta qidirib ko'rishimiz kerak. Javobni faqatgina o'sha bo'shliqning yonida emas, balki boshqa yo'llardan ham qidirib tekshirib ko'rishligimiz kerak. Va topgan so'zingizni qo'yib ko'rasiz, tarjima qilib ko'rasiz. Mana shu eng optimal variant. Yana bir muhim narsa, birinchisi, eng muhimi, avvaldan matnni to'liq o'qib olishlik kerak. Chunki bu so'zlar, o'sha qaysi so'z bu matnda bor, qaysi bir yo'qligini tekshirib olasiz. Va keyingi narsa, siz
ana o'sha qaysi bo'sh joy bo'ladigan bo'lsa sentenceda o'sha gapni to'liq tarjimasini chiqarish kerak. Nimaga desa, chunki u yerdagi ma'no bir-biriga qovushgan bo'lishi kerak. Mana shu juda ham muhim narsa. Final checklist qiladigan bo'lsak, birinchi nima qilishimiz kerak? Javob bitta so'zdan iboratmi? Buni tekshiring. Ya'ni qo'yayotgan javobingizni birikma bo'lib uzun-uzun gaplar bo'lmasin. Ikkinchisi, bu so'z matnni boshqa yoqda kelyaptimi? Haqiqatdan-da yoki o'shaning ichida, ya'ni bitta gap ichida ikkita so'z odatda kelishi qiyin. Chunki ma'noviy bir-biriga bog'lanmaydi. O'shaning uchun boshqa joyda bo'ladi ko'pincha. Gapni ma'nosi to'liq ifoda etilyaptimi? Va grammatik jihatdan mos kelyaptimi? Shoshilib noto'g'ri javobni tanlab qo'ymaganligingizga ishonch hosil qilishingiz kerak. Biz pastda sample task berib qo'yganmiz. Izohlari bilan men hozir buni batafsil sizlarga tahlil qilib berishim shart emas. Mana birinchi buni o'qing va uni ostida answer key nima uchun shundayligi haqida izoh berib o'tilgan. Agarda men sizga tavsiya qilgan uslublardan foydalanadigan bo'lsangiz, endi bitta hammasi to'g'ri chiqadi degani emas. Bu ozgina tajriba kerak, ozgina mahorat kerak. Ana o'shandan keyin step by step siz o'zingizni levelingizni oshirishingiz mumkin. Bu o'sha bizni darsimizdan ko'zlangan maqsad shuki, part 1 ni structure'ini ko'rib oldik va biz qanday metodlardan foydalanishimiz mumkin ekan, shuni ko'rib oldik. Agarda sizga bu taktikas, tips foydali bo'lgan bo'lsa, biz maqsadimizga yetgan bo'lamiz.